Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingizki, albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Birov qo'rqsa, ishingni olmayman desa, do'koningni tashlaman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sabab qilganda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi.